Islom aka, syomkaga kelishga sizni kim majbur qildi? Mana shu bola. Sizni kim majbur qildi? Kim emas, nima? Qurulsa men o'laman bilan hal bo'lmayapti. O'sha gapingiz oldiga bitta men sovg'adan qo'shib olsangiz. Sizni kim majbur qildi? Bu yoq kishim. Shu ish ishlamasa bo'lmasdi. Yangi kontaktlar chiqarmasa hozir bo'lmayapti, chunki bemorlar yangi so'rovlar, yangi savollar, yangi muammolar, shularga endi yordamimiz oz. Islom akani gapi ham to'lib qolgan ekanda ichida o'zi chiqarib olishimiz kerak. Ilmiy gaplar, boshqacha emas. Muhammadali sizni nima majbur qildi syomkaga kelishga? Ha? Nima majbur qildi sizni syomkaga kelishga? Shunaqa gaplar. Men qilgan gaplarga bitta raketa yasab, oyga chiqib ketsam bo'ladi.